Chirag'mi o'chadigan chig'ida bir yenivelib o'chadi. Shuni inkor qilib bo'lmaydi-ki, chirag'mi o'chadigan chig'ida bir yenivelib, ondan o'chadi. Sazoyi bozorida, xalq tomoshada, egizlarda o'lishni qavat so'yiman. Sirtmoq yilondek bo'lsa gelimni, ruhliq ko'zimda xalqimni ko'raman. Tırnaq arasından kir izləyicilər bular çoğ qılsa keltirəlaydigan alavati shunchalik deyishidi. Amaliyotda bumi bir sharaf va maqsad muroddir. Shu sababdan biz shaxsiy adovat nuqtasidan emas, balki mahrum millatning qayg'usi va pig'onining atomlaridan tuzilgan jumla so'zlarimizni yezib bitishni cho'ng mashg'ulot deb qaraymiz. Toki nurimiz o'chganga qadar. Oyoq tarafiga jut tekkan odamlarning urqidan turalganlar ajoyib desa, hech narsani o'ylay olmaydi. Shundaq bir guruh odam tuxumlari borki, hamisha degidek yangoq chaqarda do'st bo'lib, padabaqarda ayrilib oladi. Hatto buni kesib qilib olganlarmi bor. Ajiba, bu qandoq kesib? Ajiba, buni qilayotganlarda sharaf degan narsa bormikin? Javob shuki, yo'q. İnsanparvarlik degan bundaq narsa emas. To'g'risi, bundaq kesib qilayotganlarni manfaat qalandarining kesibini qilyotidi desa bo'ladi. İnsan ro'yida vijdon deydigan bir narsa bor. Shunga inson o'z aqli kamoli va vijdoni bilan o'ziga bir nishon belgilab olishi lozim. Jon chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu, o'z nishoni yo'lida o'lsa, shuning o'zi inson uchun sharafdir. Manfaat qalandarlarining sifatiga loyiqlashib qolganlar ko'pincha vaqtda xatolik sodir qiladi. Bundaqlar oq-qorani farq etmasdan manfaatga xuddi hojatxona chivinlaridek o'zini otadi. Bir masalaning asli xarakterining nima ekanligini ancha tekshirib ketmaydi. Bahar mavsumi kelsa, yeshil yaproq ko'kirib bo'lguncha darhol uningdan foyda olishni ko'zlaydi. Daraxtning yiltiziga suv bordimi yo'q, uning hisobini qilib o'ltirmaydi. Tumuzchoqlarda bo'lsa, jini qayerning soyisini tarsa, shu yerga o'zini otadi. Manfaat qalandarlarining sifatiga ega bundaq kishilarning holiga voy. Ömür bo'yi jiq yumilib olsa, balkim 3-4 palla yumilib olar. Undan keyinchi mansab degan xuddi tosh ustida o'stirilgan gulga o'xshaydigan narsa. Uyning xo'jayini lozimliq deb qaraganda zinnat uchun biror piyola suv, oz to'la choyshamiz to'kib parvish qilib qo'yadi. Vaqti kelganda tashlab yetaveradi. U chaqda ko'klagan gulning yaproqlari mahrum qiyofatda salpishga duchor bo'ladi. Bu bir amaliy haqiqat. Shunga bir amaldorning o'z insonligini yo'qotib, tarix jinoyatkorlariga aylanishi hech qachon foydali ish jumlasidan emas. Nihoyat 20 yillik tarixda ochilgan ko'zlarimiz nima ishlarga shohid bo'lmadi. Quloqlarimiz xalqarodan nimalarni anglamadi. Bugun ko'plagan kishilar real dunyoni ko'rib yetgan va tushunib yetgan bir vaziyatda dunyoning amaliy realligimi har tarafning o'z nishoni tomon ilgirlab menayotganligini ko'rsatmoqda. Bizning mag'lubiyatchiliklarimizning ko'pini asosan nishonsizlikdan kelgan deyishga bo'ladi. Gerçi saflarimizda nishon bordek ko'rinsa-mu, ammo bu nishonning ro'yiga umidsizlik, qo'rqoqlik ilmitlarining singib ketganligi ap-oshkora turmoqda. Bu nima degan sharafsizlik? Agar bir odamning nishoni fashistlik bo'lgan taqdirdami, o'z yo'lida umidsiz bo'lmagan holda yurgan bo'lsa, yanala umrini sharaf bilan tamomladim deydi. Bu yerdagi masala shuki, yo'l qandoq yo'l bo'lishidan qat'iy nazar, shaxsning vijdoni ravo ko'radigan u yo'lda yurmakka lozim. Buningda bir sharaf bor. İnsanning ro'yi holatlaridan bilinmoqdaki, kunimizda bizni shu narsa to'xtovsiz azoblamoqda. U bo'lsa-mu, hokimiyatning charx paliki kimning qo'liga o'tsa, darhol shu yerda manfaat qalandarlarining paydo bo'lib bo'lishidir. Ammo shu aniqki, yuzsizlik oxirida hech kimga foyda olib kelmaydi. Biz bo'lsak, so'zimizni hamisha amaliyatimiz bilan birlashtirib kelyapmiz. Bizning vijdonimiz ravo ko'rayotgan yagona bir yo'limiz bor. Biz shu yo'limizni bo'ylab mengishni davom qilamiz. Musofir itning quyruqi qisqa bo'lar degan gap bor. Biz bu vatanga musofir emasmiz. O'z yurtimizda tug'ilib o'sgan qahramonlardurmiz. Bizning bu yo'limizga tog' davollarning to'salg'i bo'la olmaydi. Ko'z go'hrimizning chiroq nuri o'chganga qadar o'z yo'limizni bo'ylab shiddat bilan olg'a ilgirligimizcha mengaveramiz. Aytqanimizdek, chiroq o'chadigan chig'idimi bir yenib olib, ondan o'chidi. Manba Erkesti 266-son 1949 yili 30 aprel. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad.